Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop do'stlar, bugungi videoligimizda sizlar bilan Telegram bot ko'rib chiqamiz. Bu botimiz Fast Mini degan boti. Botimizni kommentariyada bo'ladi do'stlar. Hop, o'tganlaringda sizlarda ham shunday oyna ochiladi. Undan so'ng start tugmasi chiqadi. Start tugmasini bossangiz start meeting chiqadi do'stlar. Start meetingdan so'ng sizda ham mana shunday oyna ochiladi do'stlar. Hop, mana shu yerda start degan yozuv turadi. Mana shu vaqt ketyapti ko'rib turgan bo'lsangiz, shu start ustiga bossangiz sizga hop, mana shu yerdan bitta mana shu gub monetasini beradi. Bu Telegramda o'zini monetasi do'stlar. Buni ko'paytirishimiz uchun do'stlar biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Hop, pastdagi bo'limlardan referanli bo'limidan ham ko'paytirsak bo'ladi. Mo'shnis mana bu kartalarni sotib olib ham ko'paytirib olsak bo'ladi do'stlar. Hozirda 50% skidka ketyapti. 6 kun bor ekan, 6 xoruz bor do'stlar. Shuni ustiga bosasiz. $3 kiritishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Hop, opulatani bosasiz. Xohlasangiz tondan barcha kriptovalyutalar bor do'stlar. Hop, bu yerda do'stlar opulata 1.098 ton ekan kiritishingiz do'stlar. Men buni bundan oldingida mana shunaqa skidka bo'lganda 0.88 tonga sotib qo'ygandim. 1 tonga ham yetib bormagan edi. Shu orqali ko'paytirib oldim men do'stlar. Hozirda bu sotib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz, xohlamasangiz o'zingiz bilasiz. Hamma o'zi xohlagancha hamma puliga o'zi javob beradi do'stlar. Hop, bunda kiritishimiz uchun bizdan nima qilish kerak? Mana shu yerda Telegram hop hamyoni bor. Mana shularni o'zini hamyoni bor. Shu hamyonni kapiravat qilasiz. Ton orqali kiritmoqchi bo'lsangiz Telegram hamyonga o'tib mana shuni hamyon manzilni kiritasiz va mana bu summani jo'natasiz do'stlar shu hamyon manzilga. Shundan so'ng o'zi bir necha soatdan so'ng o'zi yetib keladi va sizda paydo bo'lishni boshlaydi do'stlar. Hop do'stlar, bundan boshqa haligilar ham bor, video kartalari ham bor do'stlar. Bularni sotib olsangiz ham bo'ladi. Lekin juda qimmat do'stlar bular. $99 ekan. 36 ton bo'lar ekan do'stlar. Undan ko'ra bularni sotib olgandan hop referanli bo'limdan do'stlarni chaqirib ham ishlab olsangiz bo'ladi do'stlar. Yaxshigina ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, bu yerda nima deyapti? Har bitta chaqirgan do'stingiz uchun 2500 gub berar ekan do'stlar. Mana shu tarzda ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. Shunchaki sarmoyasiz ravishda do'stlar. Hop, keyingi bo'limimiz mening bo'limi. Bu yerda har 12 soatda kirib mana shuni start tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi va shundan so'ng ishni boshlaydi do'stlar. Hop, выполнить bo'limida Vivod bo'limidan do'stlar pullaringizni chiqarib olishingiz mumkin. Tronni xohlasangiz Tron, xohlasangiz Litecoin'da chiqarishingizni maslahat beraman do'stlar. Trondan chiqarsangiz hop, minimal summa 36 FM mana bu yerda paydo bo'ladi hisobingiz. Shuni 36 ta bo'lgandan so'ng chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Bunda juda katta yuqori stavkasi buni komissiyasi Tron 25 forum. Juda qimmat ham do'stlar. Bundan ko'ra tonda ham 25. Hop,
tonda ham 25 do'stlar. Eng yaxshisi Litecoin'da chiqarsangiz bo'ladi do'stlar. Litecoin'da minimalkasi 15 ta. O'zini monetasi orqali. Hop, bundan oldingi videoroligimizda do'stlar biz 18 FM chiqargan edik. Litecoin saytiga Litecoin'ga chiqarib olsangiz bo'ladi. Bemalol to'laydi do'stlar, 100% to'lovda hozirda. Hop, keyingi bo'limiz zadaniya bo'limi do'stlar. Bu yerdan do'stlar chaqirsangiz mana o'zi polish tugmasi yonadi, shularni bosib tezligingizni oshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Pastda bir nechta vazifalari bor. Shu vazifalarni bajarib ham tezlik ishlab olsangiz bo'ladi do'stlar. Hop, hozircha shu do'stlar. Yana bitta botimiz bor do'stlar. Bu botimizda ham hozir ko'rib chiqamiz. Bu botimiz Alroll degan botimiz ekan do'stlar. Hop, kirganingizda sizga 5 ta o'zini monetasini beradi do'stlar. Shuni ko'paytirib ham mana bu Fast Miner'da mana shu vazifa bor do'stlar. Mana shu vazifani bajarib 5 ta stavka qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana shu o'yinga 5 ta stavka qo'yishingiz kerak bo'ladi. Buni qanday qo'yamiz? Mana bu yerda bir turibdi. Win qizilni bosamiz va o'yin davom etadi do'stlar. Ana shu vaqt tugagandan so'ng qaysi biri qizil tanlaganimiz tushib qolsa, yutgan hisoblanamiz, lekin tanlaganimiz tushmadi do'stlar. Mana shu tarzda 5 ta stavka qo'yasiz. Shundan so'ng sizga yanada ko'p mощность beradi do'stlar. Yana ko'proq ishlab olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, bu yerda do'stlar depozit bo'limi bor. Bunda ham stavka qilib, bunga ham pul kiritib ishlasangiz bo'ladi do'stlar. Barchasiga xohlovchilar pul kiritib ham ishlashlari mumkin. Xohlasangiz referral silka orqali ham ishlasangiz bo'ladi do'stlar. Har bitta chaqirgan do'stingiz uchun 2 kliks olishingiz mumkin ekan do'stlar. 3 ta leveli bor ekan. Hop, pul chiqarish Litecoin'da. Hop, 15 Ali coin'imiz minimalkasi do'stlar. Tronda ham shunday, tonda ham qimmat. Eng yaxshisi Litecoin'da chiqarish osonroq do'stlar. Hop, zadaniya bo'limi bor. Bu yerdan zadaniyalarni bajarib ham ishlashingiz mumkin bo'ladi. Hop, do'stlar, bu yerda turli vazifalari bor ekan. Do'stlarni chaqirib ham ishlashingiz mumkin. Boshqa bir vazifalar do'stlar. Asosan mana shu yerda o'yinlarni o'ynab ishlab olsangiz bo'ladi do'stlar. Hop, yana qizilga tikamiz. Bu sarmoyasiz do'stlar, shunchaki o'zini bergan monetasini o'ziga qo'shib ishlatib olsangiz bo'ladi. Bu botimiz manzili ham kommentariyada bo'ladi do'stlar. Hop, do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Barchangizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videorolikda ko'rishguncha do'stlar, Telegram guruhimizga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Keyingi videorolikda ko'rishguncha do'stlar, boringizga shukr.